xotiningizga oylik bering. Pulsiz qolmasin. 10 million topsangiz 3 millionini bering, 2 millionini bering, 15 million topsangiz 2 million berib qo'ying, oylik bering, ya'ni maosh bering. U sizni uyingizda hamma ish qilib o'tirgani uchun bu senga oylik emas. U gohida ko'chaga chiqib siz o'zi do'kondan nimadir olgisi kelib qoladi. Gohida o'zi shundoqqina chiqib bir shuba olmasa ham oddiy kalgotka olib o'zini ko'nglini xursand qilgisi kelib qoladi. O qimmat Dior atir olmasa ham shunchaki sizdan alohida, bolalardan alohida anu korzinkada bozor qilib yurmasdan shunchaki do'kon aylanayotganda o'tib kelib o'zi xohlagan ichkisi kelgan yogurtni olib ichkisi keladi gohida va o'zi o'sha pulni cho'nchagidan chiqarib bergisi keladi. O'zini puli bo'lish hissini tuygisi keladi. Chunki u kun bo'yi uyda o'tiradi. Bolalar bilan mashg'ul-da u. Va gohida chiqib shunda ko'ynini yozib kelish uchun ko'chaga chiqqisi keladi. Likillash uchun emas, u boshqa masala. Bolalaringizni maktabdan olib kelayotganda yoki bo'lmasa shunchaki nimadir bir yumush bilan suvga pul to'lagani chiqqanida, yo'l-yo'lakay do'konga kirib, ko'ynini ozgina yozgisi kelganda kartmonda puli bo'lishini xohlaydi. Sizga telefon qilib, как minimum uyiga nimadir olish uchun. Uyiga nimadir oladi yoki ham bolalarga paypoq oladi-da, misol uchun. Nima oladi? Yoki sizga adasi deydi, dastro'mol olib keladi, misol uchun. Nima deydi boshqa? O'shanaqa paytda sizga telefon qilib kartamga ozgina tashlab yuboring yoki bo'lmasa bugun ertalab ozgina pul tashlab keting deyishga ehtimol u uyalar. Erim qiynalyapti shunda ham, hammasiga yetkazyapti. Balki bugun cho'nchagida puli yo'qdir deb o'ylar balkim. Istihola qilar so'ragani o'ziga. Shuning uchun mana shunaqa ortiqcha uni noqulay ahvolga qo'ymaslik uchun oylik berib turing xotiningizga.